2 avtosavdoda yana bir mashinamiz aksiyada do'stlar. Mashinamiz 19-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 mashina bo'ladi. Mashinada metan gazlari mavjud. Yumshoq zo'rindan balonlarda qilgan. Salon holatlari ham chiroyli holatda mashinamizni. Narx ham shikolant bahada qo'yib beramiz do'stlar. Ikkinchi pozitsiya konditsionerlar ham ishlab turibdi, eslatib o'tamiz. Bosib o'tgan masofalar 120 ming kilometr yurgan. Holatlari chiroyli bo'lib turibdi. Mashinamiz bir Nexia 2 ni pulida qo'yib beramiz do'stlar. Zato 19-yil Nexia 3. O'zining tan narxi 82 million so'm mashinani. Krediti boshlanish 9 million bilan chiqadi. 3 million 100 dan 5 yil muddatga chiqadi. Kredit to'laman deydi tasarrufimiz uchun. Kraskasini aytib o'tamiz. 10% ning kraskasi bor do'stlar. Mashinada. Barter xizmatlar ham bor. 9 million bilan kredit basasizlar, 3 million 100 dan oylik to'lov chiqib keladi. Metan gaz, chexol, polik, yumshoq balon. Hech qanday rasxod yo'q. Mashinani kelasizlar, oldlaringizga o'tirib, taqiqqa qo'yib bergandan keyin pulni biza bankdan chiqarib olaveramiz. Mashina sizlar kreditni uzib yuraverasizlar do'stlar. Kelaverasizlar. Batafsil telefonlarimiz qoldiramiz, batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, yana tushuntirib beraveramiz. Bizlar WhatsApp, Telegram orqali aloqa chiqsangizlar, eslatib o'tamiz, mashinamiz Xorazm viloyatidan chiqadi. Boshqa viloyatlarga chiqmaydi do'stlar.